Do'stlar, bugungi videomizda biz Minecraft emas, Minecraftda Vyjvaniya qilamiz. Va bizning maqsadimiz esa almas topish bo'ladi. Buguncha Minecraftda qilyapman survival. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar deya umiddaman. Xo'sh, survival. Bunday bo'lsa boshladik. Uzr, ozgina nastroykasini to'g'rilab olaman. Nastroykasini to'g'rilandi. Biz toshli, yana ham kuchliroq bo'lishimiz uchun kerakli tosh qazib olamiz. Toshli topor, toshli qilich, toshli kirka va bitta pechka. Adashman 16 ta ketar ekan, uzr. Bizga hozir do'stlar, zerikib qolmasligingiz uchun videoni biroz to'xtatib, oldinroqqa o'tkazib yuboraman. Короче, do'stlar, biz ancha kuchayib oldik. Hamda orada bir marta o'lib ham qoldim, lekin bu joyni topdim. Shuning uchun darajam yo'qolib qoldi. Xullas, do'stlar, endi esa olmos qidirishga tushamiz. Ne, unday bo'lsa, go, ketdik. Xullas do'stlar, almoslar eng past joylarda bo'ladi deb eshitgandim. Tushib boramiz. Hali full temir bronik. Boshqa deya qolsam, oldin ham xuddi shunday qilasizlar. O'lib qoldim. Xo'sh. Temir yo'q, negadir? Yo'q. Do'stlar, bizga kerak ekan. Obro'ni to'liq qilishimiz uchun. Mana shunday qilib, meni bosib qoldi. Sizga tush kerak. Xo'sh. Ozgina qoldi. Shuncha temir uchun shunday hozir. Yo'q. Tekshirishimiz kerak. Temir. Lekin bizga almos kerak. Almos. Maqsadimiz esa almos. Xullas do'stlar, biz to'liq full temir bronzani oldik. Ana endi esa bizga temirning keragi yo'q. Shuning uchun biz almos qidirish uchun yer ostiga qotlanamiz. Bunday bo'lsa olgan. Do'stlar, nima bilan o'zimiz bilan olamiz. Xo'sh. Короче, do'stlar, bizga mana shu chiroqlar kerak bo'ladi. Biz cho'plar yasab olsak, ko'proq chiroq topamiz. Bo'ldi, 20 ta chiroq yetadi degan umiddaman. Demak, biz bedrockgacha yetib borsak, almos topish imkoniyati ko'payadi.
né? Aqui é o brabo da putaria. Queimo no queimo, queimo no queimo, queimo no queimo, no queimo no queimo, no queimo no queimo, no queimo no Do'stlar, bu videoni davomi ikkinchi qismida chiqadi. Iltimos, kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.